32 ga kirdim. Dadam hali ham uylab qo'ymayapti. Men sabzini solsam tushunib uylab ber. Sabzijon. Xotin qo'ysang-chi, sendan boshqa kimga ham qarardim. Ana bo'lmasa. Sabzi yo'q deysan. Sabzi bor ekan-ku mana. Oshdamlar bir maza qilib yeylik. Yana tushunmadi. Uylab qo'ying dadajon. Dada, futbol o'ynayotib, Abbos tortib yubordimi? Chakidan ketib qolibdi. Doimo tikib turgan ayol kishi kerak edi menga ham. Tushundingiz-a? Meni tushunmaydi bo'lyapsizmi? Men ham to'p o'ymasman. Rahmat dada, tushunganingiz uchun, dada. Qani, onangiz oldiga chopingchi, bir tikib beradi o'zi. Tushunmayapsiz-ku? Men senga ishonib turibman. Solmaysanmi? To'til. Men o'rningda bo'lgan solardim boshqa. Dada. Ha? Dada. Nima deysan? Qarang, Bezatoshdan video jo'natib yuboribdi, eshitdingmi? Ho'kizda yuraverma, tezroq uylan 95. Ha, 95 deyapti. Meni aytayapti menimcha, meni, ha? Menga qara, mana shunaqa bema'ni videolarni ko'payib ketdi. Bor-borlarga qara undan ko'ra. Sol, ha. Tushunmadi-yu yana. Alo, Bahodir? Ha, telefonim ishlamayapti. Shu o'g'lim telefon olib bersa, uylab qo'yarmidim. Endi tushundim. Mana men telefon beraman-da, dada. Aka, xo'p o'zimni dadamga biz telefon sovg'a qilishim kerak. Ishonchli aksiya bo'ladi deb eshitdim. Aksiyani zo'ri bizda aka. Samsung Galaxy S25 Ultra 12 oyga 1.411.000 so'mdan. iPhone 16 Pro 12 oyga 1.590.400 so'mdan. Samsung Galaxy A17 12 oyga 223.900 so'mdan. Qale? Aka yana bormi? Bor. Aka gapiring. Honor 400 Lite 12 oyga 344.000 so'mdan. Honor X9 12 oyga 440.300 so'mdan. Redmi Note 14 Pro'miz 12 oyga 350.700 so'mdan. Xo'p o'zimni dadamga bo'lsa bitta bering aka. Bo'l gap yo'q. Dada, mana sensor telefon. Endi uylab qo'ysangiz ham bo'laradi. Uylaymizda siz ham necha sabr qilib turasiz endi? Qancha? Birar 5 yil sabr qilasiz. Nima oldi? Ishonch hayotni hozirdan boshlang.